Hammaga do'stlar, bugun biz brendrotlar o'yinini o'ynaymiz. Biz eng qimmat, eng kuchli brendrotlarni olishimiz kerak. Qani ketdik. Yaxshi, birinchi o'rinda osona, ikkinchida qiyinroqlari. Mana epikka yo'q, sakra olmaymiz. Demak biz yo'q. Ha, yaramas, o'ldirib qo'ydi. Mayli, hozircha mana bu lapatani olib turaveraylik. Qayoqqa yo'q bo'lib qoldi? O, mana. Qimmati ham zo'r. Qochish kerak. Tezroq ko'ramiz. Ana. Buni ko'tarib olganda ham vaqt ketar ekan. Ozgina pullar kerak bo'ladi bizga. Endi biz speedimizni, ya'ni tezligimizni ko'paytiramiz. Menda tezlik 57, yaxshi. Boyagidan tezroq ko'ryapman. Ham balandga sakrayapman, yaxshi. Necha? 120. Tezroq ulgurishim kerak. Buni ko'tarib olganda ham vaqt ketar ekan. Ehtimol ulgurmasligim mumkin mana. Yaxshi. Ana 13 million pulim bor menda endi. Tezlikni juda ham ko'p ko'taramiz. Yaxshi. Juda ham balandga sakrayapmiz. Bu yerga chiqa oldim. Yes. Endi ishimiz osonlashadi. Sakra qani chiq. Mayli. Mana 930lik brendrot. Bu kim? Menimcha ballerina cappuccino bo'lsa kerak. Ana shunga o'xshab ketar ekan. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib va like bosib qo'ying, chunki bu meni birinchi videom bo'lardi. Agar obuna bo'lib like bossangiz, men uchun katta sovg'a bo'lar edi. Nima qilmoqchi bu? Shuni menga ber. Nima? Do'stlar, bu menga 12 millionlik brendrotni berdi. Nega rasmga olinib ketadi? Do'stlar, men juda ham boyib ketdim. Xo'p, endi tezlikni juda ham ko'p qilamiz. Ko'p bala qilsak, tez ham yuguramiz. Do'stlar, sakrasimni ko'rdingizmi? Wow! Juda balandga sakrayapman do'stlar. Mayli, biz mana shu brendrotni yo'q. Kelinglar, mana bu Saturnni kimnidir olamiz. Faqat ulgurayda. Yo'q, ulgurar ekanman. 110 sekund vaqtim bor hali. Buni ko'targanda ham vaqt ketishi yomon-da. Katta ehtimol bilan ulgurmasak yomon bo'ladi. Shuncha yo'lga bosganimiz pachaq bo'ladi. Ana olib kela oldik. 2,5 million. Yaxshi. Do'stlar, buni 42 millionga sotsa bo'lar ekan. Lekin men buni sotmayman. Pulini olaman. Menda 1,5 milliard bor. Ya'ni 1 milliard. Endi unga tezlik olamiz. Maksimalni pul tugaguncha pulam tuga bo'pti. Men rebrekda ezayim ekan. Mayli, ezib ko'raveraman. Bunga mana bu hayvonlar ham kerak-ku. Mayli, ularga e'tibor bermaymiz, tezroq yuramiz. Eng qimmat brendrotda o'zimiz ham yig'ishimiz kerak axir do'stlar. Shundaygina qoldirmaymiz-ku. Chunki u brendrotni boshqa odam berdi. Uni hisobga olmayman men.
hisobga olsam video juda ham tez tugaydi. Do'stlar, hattoki men godga ham chiqa oldim. Mana shu. Yo, do'stlar, bunga ham chiqa oldik. Job sahur. Mana biz yo'q, mayli. Buni tashab ketaveraman, do'stlar. Bu fil. Yuragimni yording-ku, qo'rqitib yubording. Do'stlar, biz eng oxiriga ham chiqdik. Mana bu sekunda hali bir uzukka. Swag soda. Eng qimmat brend rotni oldik ham desak bo'ladi. Mana do'stlar, ishonolmayman. Nahotki 12 millionlik brend rotni menga berdi. Men ham xuddi shuni puli bilan tengini olibman-ku. Yaxshi, bundan ko'pi bo'lmaydi shekilli. Mana do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Iltimos, sizlardan men uchun juda ham katta sovg'a bo'lardi. Birinchi videoimda bu endi. Saturnita. Qani tezlikni ham oshiramiz. Afsuski kuchaytirib bo'lmasa endi. Patapim. Sotib bo'ladimi yoki kuchaytirishmi? Bu ovullarga onlarga sotish ekan. Do'stlar, sizlar ko'rib turganingizdek eng balandga ham chiqdik, eng qimmat brend rotni oldik ham. Xayr, sog' bo'ling. Ya'ni kanalga ham obuna bo'lib like bosish esingizdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'ling.